وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayette yaxşı ayallar itaat kılgıçlardır. Erleri yenidi bolmagan çağlarda Allah'ın panahida erlerinin haklarını saklıgıçlardır. Sizler serkeşlik kılışlardan korkuduğun ayallarga nasihat kılınlar. Eğer bu ünüm vermese bir töşekte dil yatmağlar. Bunu ünüm vermese ularını edepleş maqsadida astıraq urunlar. Eğer sizlerge itaat kılsa ularını bozak kılış xiyalda bolmağlar. Allah hakikaten sizlerden üstündür, büyüktür. Allah ayallarga zulüm kılganlarını cezalaydı. Degen bu ayetni çıkışıqa asasda salih ayallar qanda boludu. Erlide yenide bolmagan çağlarda Allah'ın fanahida erlerinin haklarını qandaq saklaydı. Ayette bayan kılıngan serkeşlik nime manani ifadelaydı? Eğer ayaldın serkeşlik yüz berse bununla Kur'an-ı Kerim qandaq pozisiyada buluş arkalık bu meseleni hal kılıdı. Bu haqda er ayalıga qandaq nasihat qilish kerak? Ayolidan sarkashlik yuz bersa, er qaysi tariqada yotiqini ayiriydi? Nasihat qilish, yotoq ayirish qatorli ishlarmi manfaat bermasa, er ayolni qandaq adaplash kerak? U adaplashning chegarasi va o'lchamlari shu. Sarkashlik qilgan ayollarni adaplashdagi sebep nimelerden ibaret? Qine sohbetimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve usalli ala meb'usin rahmeten lil alemin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hürmetli kırındaşlar, bugün biz Allah'ın yardım bilen hukuk ve mesuliyet namlı programımızın 5. bölümüne sizler bilen ortaklaşış için ben Nizamiddin Temkini hukuk ve mesuliyet namlı sohbetimizden daimlik mühmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir araya geldik. Biz bugünkü sohbetimizde ayalının eri bilen bolgan muamele ölçümü, yani erinin ayalı üstüdeki hakkı doğrusu toxtalımız. Biz sohbetimizin 4. bölümünde Estağfirullah الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم diyen ayetteki el-kavvame sözünü bayan kılıp erinin ailede yetekçilik rolünü oynaydıqanlığı. Şundakla sağlam yetekçilik kılış asasıga kurulgan bu hamilik Allah erlerini şereflendirgen mesuliyet ekanligi doğrusida sizler bilen ortaklaşqaydık. Bugün biz mezkur ayetinin devam bilen sohbetimizni başlayımız. Esselamu Aleyküm Ustaz Muhammed Ali. Aleykümselam. Bugünkü hukuk ve mecburiyet sohbetimizden 5. bölümüge tekrar kelganligingizni qarshi olamiz. Bugünkü sohbetimizde ayolning eri bilan bo'lgan muomala ölçümü, yani erning ayol ustidagi haqqi to'g'risida to'xtalamiz. Biz yuqorida o'tgandek sohbetimizning 4. bölümünde biz Er-ricalu qawwamun 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'di ve bima anfaqu min amwalihim degan oyatninki qawwam sözünü bayan qilib
o to'g'rida tafsiliy bir to'xtalib o'tgan edik. Endi bugun biz shu oyatninki oxirini chiqishgan asosda فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهِ degan bu oyatninki oxirida bayon qilingan jazolardan, ya'ni qandoq vaqtida shu turdagi ayollarga bu jazo yurgizilganlik to'g'risida qaysi turdagi ayollar bu jazolardan saqlanib qoladi. Bu saqlanib qoluvchi soliha ayol kim o? degan bu nuqtada to'xtalamiz. Ya'ni jismoniy adablanishdan saqlanib qoluvchi soliha ayol kim o? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala ama ba'd. Deyilganidek biz ilgirki sohbetlerimizde ayol oturdaki hukuk ve mecburiyet to'g'risida erlerde buluşqa tegishlik sifatle erlerning mas'uliyatlari haqida to'xtalgan. Bugungi sohbetimiz şu ailenin bir tarafı bo'lgan ayollar haqida bo'ladi inşallah. So'g'an savolimiz shu. Ayollarni bugungi sohbetimizning boshlanishida o'qilgan oyatga ko'ra ikki turga bo'lishga bo'ladi. Birisi salih ayollar. Navbatda savolimiz shu. Salih ayollar degan qanday ayollar, qanday ayollarda salih ayollarning sifati bor degan shaklda bo'ldi bu savol. Salih ayol er kishi uningga qarag'inida uningdan suyunadigan ayol salih ayol edi. Ya'ni o'zining ma'naviy safosiga ko'ngil beradigan, moddiy, jismoniy go'zalligiga ko'ngil berish orqali erining nomahramlarga qarashning oldini olishga yordam beradigan. Bu orqali er ayollik mehr, muhabbat asosiga asos soladigan ayollar salih ayol bo'ldi. Amaliyot ayol kishiningki o'ziga ko'ngil bo'lishi, o'zining ziynatiga, o'zining go'zalligiga moddiy nuqtadan, ma'naviy nuqtadan o'zining safosiga ko'ngil bo'lishi er ayollik saodat, baxt saodatininki asosi. Bu birinchi sifati salih ayollarninki. Ikkinchi sifati er yo'q vaqtida, yani er ayol o'tirida ba'zi haq huquqlar bo'ladi. Er qishida bor vaqtda mayli moddiy jihatdan yoki ma'naviy jihatdan tabiiy saqlaydi. Ammo er yo'q vaqtida er xohlamaydigan shaklda erninki ma'naviy, moddiy huquqlarini qanday qilgan saqlaydigan. Ya'ni erning or-nomus, sharaf, izzat bu taraflarga alohida ko'ngil bo'ladigan ayol salih ayol. Bu ikkinchi sifat bo'ladi. Uchinchisi er bir ishga buyrug'inida unga itoat qiladigan ayol. İmam Ahmed Abdurrahman ibn Avf'dan rivoyat qilgan bir asarda shunday keladi. Ayol o'zining 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon oyidagi ro'zasini tutsa, o'zining izzat sharafini qo'g'disa, ya'ni erining ma'naviy haqqini asrab qo'g'disa, eriga itoat qilsa, bu ayolga shuna deyiladi-ki, sen jannatning eshiklarining xoliqidan ko'r. Jannatning eshiklari sanalmi? Uchuq degan shaklda ayollarga bir bishorat bergan. Bu bir dinning ajoyib bir tarafi, ya'ni ayollarning mas'uliyati erlarninkiga qaragan vaqtida biroz farqli. Erlar oilaninki orqa saf ta'minotini, mas'uliyat vazifasini ustiga olgan bo'lsa, ayol kishi ichki qurilma, ya'ni bolalarini tarbiyalash, eriga ko'ngil bo'lish bu tarafiga mas'ul. Ammo yuqoridagi asarda va undan boshqa asarlarda diniy ta'limotning bizning diqqatimizni tortadigan tarafi. Masalan, Ibn Asakir, Bayhaqi qatorliq muhaddislik kelgan bir hadis bor. Mush hadisda Payg'ambar alayhisalom ayollarga xitob qilgan shaklda manda bir gap bor. Ayollarga xitob qilib turib, siz qaytib boshqa ayollarga shunda o'rgatingki, qanday bir ayol er bilan go'zal shaklda oilada uy tutsa, erininki roziligini ko'zlasa, erining buyrug'iga ergishib mangsa, bütün ishlarning hammasini besib tushadi. Ya'ni hammasiga tang dedi. İslamning insonga qo'ygan vazifasi, xususan erlarga qo'ygan vazifasining eng yuksak nuqtasi jihad.
Zarratı Sınavı İslam el-cihad degan ifoda var. En yüksek nokta cihad. Endi Resulullah bayatdınki ayolga hitap qilgan şekilde eri bilan güzel öz tutsa, erining roziligini ko'zlasa, eriga itoat qilsa, hammaga teng dedi. Ya'ni ayol kishi jihad qilgan bilan o'xshash bir martabaga erishdi, shunda yuksaldi degan gap. Bundan ortiq ayol kishiga nisbatan bir bishorat olmaydi. Eriga itoat qilish orqali ayol kishining darajasi o'rlaydi. Ailesini güzel idare qilish orqali, bolalarni güzel tarbiyalash orqali ayol kishi jihad qilgan bo'ladi. Biz davomli ta'kidlab deb qilyapmiz, dunyoda hayotda har kishiningki o'zi qiladigan bir vazifasi bo'ladi. Hayotda yaratilgan bir vazifasi bo'ladi. Shuni qilsa vazifasi tugagan bo'ladi. Ayolning o'ziga xos, mayli psixik jihatdan yoki jismoniy jihatdan ayol kishiga mos bir vazifasi bo'ladi. İlgirgi bir sohbetlerimizde misal tariqası deb o'tdik. İqtisodlik odamning vazifasi iqtisodiy jihatda xizmat qilish. Kuchli odam kuch jihatda xizmat qilish. Aqli odam aqli bilan xizmat qilish. Shunga o'xshagan erning ayrim xizmat bo'ladi o'ziga mos, ayol kishining o'ziga ayrim bir xizmat bo'ladi o'ziga mos. Ya'ni ayol kishining yuqoridagi shaklda xizmat qilgani o'zining xizmatini qilgani. Bu orqali ayol kishi o'rlab en yüksek bir dereceye. Tamam, bu hazır deganlarimiz mesela bu nazriye hamda buni ayollar kundalik turmushida qanday ko'ralaydi reallik hayotda. Mana shunda bir tushuncha bilan yashagan bir ayol qanday ko'ralishi mumkin endi? Yani biz bu yerda bu savolga qarata qiz ayol hemşir ati-singllarimizga shunday xitob qilamiz. Ayol kishininki nuqul erini deplan xizmat qilishga arzimaydi. Yoki kishi ayolini deplan xizmat qilishga arzimaydi. Yoki dada bolalarini deb, yoki u yoki buni deb. Yani bu normal bir ahvol. Bu yerda bir yüksek bir nokta var yani. Muhim noktadan birisi. O olsa ayol kishi eriga xizmat qilishni Allohning roziligi, ibodat degan nokta bilan qilish. Belki eri onun ko'nglini ag'ritib qo'ygan. İlahi bir prinsip bağlab turib qilish. Ko'nglini ag'ritib qo'ygan, azarib qo'ygan taraflari var. Onu qayirib turib ilahi buyruq. Yani ilahi bir taraf. Er kishi mu ayol kishi qarta qilgan har ishini bir ayolim deb qilsa arzima, chunki insonlik nuqtasini o'ylagan vaqtda bu ayol kishi mu bu erdan ajishi boshqa erga tegalishi mumkin. Yoki u er kishi bundan boshqa ayollarni yashay olishi mumkin. Ammo bu nuqtani Allohga ko'targan vaqtida, Allah'ın razılığı kötüge vaxtida, ibadet kötüge vaxtida, anlayken mesele başka şekilde mi oldu? Yani ayol kişi iyirigi qilgan her bir hizmet, her bir itaat, balalarını terbiyelash uchun qilgan her bir hizmet bunun nazarida ibadet şekillenadi. Ermi şu hatta biz ilgirki sohbetlerimizde bunu ta'kidlab o'tdik. Er kishining ayolining eg'iziga sap qo'ygan bir tal yemeklik, bir qo'shiq tomoqning o'zi bu bir ajr, katta ishdir. Şunlaşqı biz davamlıq davatımız İslami aileninki büyüklüğü şu ki Allah er ve ayalının otturuda. Er ayalga Allah'tan korkup durup zulüm kılmaydı. Ayal erige Allah'tan korkup zulüm kılmaydı. Er ayalıga Allah ne deb hizmet kılıdı? Ayal erige mi Allah ne deb hizmet kılıdı? Bu noktada muşu ideyavilen yaşayan ayollar bu ideyadının gayride yaşayan ayolның ahvalini sirib so'rgan vaqtimizda nayt farq aniq chiqadi. Yani oturdaki maddi ve manevi tushuncha. Yani maddi ve manevi. Mesela bir ayol deyli, kallasida hiç Allah hukumi yok, ibadat hukumi yok. Aileni bir kelgusi cemiyetning sahiplerini terbiyelaydigan, Allah'ını razı qiladigan bir o'rinda tushunmaydigan ayol, onu bir ayol bir sifati bilan bir aile kurdu. Aile kurgandan keyin o'zi xolisini xolimasini uning ustiga ailening mas'uliyati tushadi. O'zi xolisini xolimasini erining xizmatini qiladi. O'zi xolisini xolimasini bolalarini tarbiyalaydi, uyni idora qiladi. Buning erishadiğini shu kallasida mush ishni qilishga maqsadlan bo'ladi. Islomning adolati mush yerda. Uningdan ortiq bermaydi unga. Chunki uning kallasida shu erining ko'ngli og'rib qoladimi yoki bir oilam bo'lgan ekan qildim degandan boshqa xiyol yo'q. Bu odatdagi ayol. Endi mu'min, saliha ayol nima desa, aşa qilgan har bir ish bu qiladi, u qiladi, lekin bu qilayotgan har ishimni kim uchun qilaman? Alloh uchun qilaman. Bu menga nisbatan ibodat.
Bu aileden kelgüsüde Yusuf Has Hacip çıkıdı. Mahmud Kaşkırı çıkıdı. Alıp Arslanlar çıkıdı. Muhammed Fatihlar çıkıdı. Degen niyet ölen kılıdı. Bunun erişildiğini şu niyetki karta buludu. Emniyette iki ayalının ki yaşaş uslubu da çok farkı yok. Ama o A şekilde, bu şekilde kılıdı işini kıgan niyetke, közlegen nişanға qarab tup, erişildiğin ecre okşumaydı. Süre Tur'unki 21. ayeti de Allah subhanahu ve teala وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمُ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Şu ayal eğer ailedeki bütün vazifesini Allah için kılıp, balalarım kelgüzde büyük işlerini kılıdı. Dinga, vatanga, milletke, zor töhbilerini koşu diyen niyetle kılgan her bir hizmeti için balalarından kılgan büyük gözetken töhbilerinin hemmisi ayalının emel defterine birden kana kılındı, hatırlandı. Ayal kişiye bunun birildiğin artık mükafatı yok. Yani ayal kişi bir öyden çıkanmadım go degende bir ökünüş olmaydı bana da. Çünkü o ballar arkalık büyük işlerini kıvatkan bol. Çünkü o Rabbini tunadı. Özünün dünyaya ayal şekilde yaratılış hikmetini tunadı. Özünün vazifesini tunadı. İrige köngül böldü, ballarını terbiyeledi. Tutulgan rozusunu tuttu, kıldığın kıyamlarını tuttu. Cennetin ışıkları bu ayalga açıldı. Yani bu ayal öyden çıkmay hem nesi gelişti. Yani özünün cennetini öyünün içi dilam kana kıldı, taptı degen gap. Endi yuqoridagi fas-solihat qanitat muhafizatun lil g'ayb degan oyatdan yani er öyle yo'q chig'ida o'zini iffetini, erninki izzat obro'yini, pul molini qo'g'daydigan ayol deb tushunsak bo'ladi yani. Yani bununla bir misallarni tushundirish to'g'ri kelib qolsa. Ayol kishi irik qeshdi bu vaqtda tamam nayt isil yani erning izzat, sharafi, obro'yi mesela iqtisodi hammani xuddi erning qeshdi tug'an bo'lg'ach qashda asraydi bu normal ahvol. İrik qeshdi yo'q vaqtida qaramaydigan yerga qaraydi, paranglashmaydiganlar bilan paranglashadi. Ammo solih ayolning farqi nima desa, dal eri boyadimi o'xshash, yo'q yadimi o'xshash. Erining qeshdi qaramagan, eri yo'q yadimi qaramaydi. Eri bu vaqtida erining oldida qanchalik hajliyalagan bo'lsa, eri yo'q yadimi shunchalik hajlaydi, erim yo'q deb isrof qilmaydi. Bir salih ayol bilan o'ylangan er bilan aksi shakldagi ayol bilan o'ylangan odamningki bir safar qilgan holatini tasavvur qilib boqaylik. Salih ayol va odam necha ming kilometr yiroqlikdagi bosh davlatga necha vaqt aylab safar qilib kelsin, kallasida qilchalik andish olmaydi. Chunki u o'zining sharaf, izzat, obro'yini salih ayolga omonat qo'ydi, bolalarini salih ayolga omonat qo'ydi, oilasini salih ayolga omonat qo'ydi. O'zi xolamaydigan har qanday bir ish bo'lmaydi. Aks taqdirda-chi uni tasavvur qilsaqlar, uning yurkidagi dakki-dukkilik masalan yoki andisha, xotirjamsizlikni his qila oladi. Şu noktada aytgan vaqtda salih ayolga erishgan er dünyadaki en büyük, en katta nimetga erishgan bo'ldi. Salih ayolning ifodasi bana bu. Yani erining oldida va keynida erining saqlashga tegishli barliq huquqlarini qana qiladi, saqlaydi. Allah razı olsun. Hem de bu ayetinki devamında Allah subhanahu wa ta'ala yan bir turdaki ayollarınki türünü bayan kılıp وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ dedi. Yani serkeşlik kılışından korkuduğun ayollar tipi kaysa yani erninki serkeşlik kılışından korkuduğun ayollarınki tipi kaysa. Yani bu serkeşlik ayollarının sadır bulduğun turulu ayollarının serkeşlik kılışından korkuşunun nemi sebepten Allah subhanahu wa ta'ala erlerine nispet veriyordu bu ayette. Yani serkeşlik kıldığı ayollar demezse sizler serkeşlik kılışlardan korkuduğun ayollar deb ayette mandak deydi Allah Teala. Bunundaki hikmet ne mendi? Diginimizdeki ayollarını biz aile münasebeti noktasında gelip ikiye bölgen bo'lgan. Birisi salih ayollar, yani birisi yeni bir karşı taraftaki ayollar. Hem de sualının özüge kelişinin aldı da bu yerda men bir eskertmekçi olgan ait inçiki bir nokta var. Kur'an bu xil mesele çıkışı ihtimali olgan, yoldan çıkıp ketiş ihtimali olgan
itoatsizlik qilish, oila tartibini buzish ehtimoli bo'lgan ayollarga kelgan vaqtida qo'llangan ifodasi bizni sal diqqatimizni tortadi. Ya'ni qanday desa, ayollar oldida masal chiqsa, manda qilma demadi Qur'onchi. Ayollarning yo'ldan chiqsa manda qil demadi. Çatak çıkan vakti manda qil demedi. Nima dedi? Tahafuna nushuzahunna degan ifoda qo'llandi. Bu arabchadagi bu ifoda nima degan gap desa, kishi bir solih hayotga qadam qo'ygan tunji kunidan tortib ziyrak bo'lish kerak. Ayoliga ko'ngil bo'lish kerak. Ayolining har yurish turishi, har gap so'zi, ayolidagi o'zgarishlar bunun göz aldıdan kaçmaslık gerek. Yani bunun gözü ayarının üstüde oluş gerek deyapti. Yani mesele çıkışının aldıdan meseleni hal qilish uchun atlanish gerek deyapti. Oyatda sizlar ularning yo'ldan chiqib, xatolik o'tkazib, itoatsizlik qilishdan ansirgan ayollar degani shu birinchi qadamdan meseleni hal qilmoq demakchi. O mesele chiqib ayol kishi o'tkazadigan xatolikni o'tkazib, qiladigan itoatsizlikni qilib, chiqadigan yo'ldan chiqib bo'lganda, mana bunday xatolik bo'pti endi deb masalani o'sha shaklda yo'qishtirmay, kuzangli ayollarning ustida bo'lsin, to'y qilgan birinchi kunidan tortib birdan ayollarni ta'qib etish kerak, kuzatish kerak. Ya'ni ularni zehnindan, kuzangdan qochirmaslik kerak. Ya'ni bu bir erning ayolga ko'ngil bilish bo'lsa bir tarafdan, yana bir tarafdan nima? Mas'uliyat. Chunki oila o'rtaq qurgan bir qurum. Bu qurumni ayol o'rtaq shaklda qana qilish kerak, qo'llash kerak. Xuddi oiladagi ikki o'ylan, va ayol Allohning nazarida sharaf, daraja, vazifa jihati o'xshash bo'lsin-ku. Ammo ayrimninki ariflarninki ikki uçquchisiga o'xshash, ikkilisi ariflarni haydaydigan taqdirdami, masal chiqqan vaqtda ariflarni qutqizish uchun yuk ma'lum birisi ustiga oladi yukni. Shunga o'xshash oilaning davomlashishi, oilaning saqlanib qolishi buzilmasligi uchun krizis yuz bergan hamon masal chiqqan amallar o'zining mas'uliyat maqomiga atilishi, o'zining mas'ulligini darhol esiga olish kerak. Bu nokta erning ko'zini qochsa bo'lmaydi. Yani bizga alayda bir vatkan nokta erge, yani bir türlük aileninki en ahirki yetekçilik mesuliyetini Allah subhanahu wa ta'ala üstümüzge kana qavatıdı, etevatıdı, üstümüzge atıvatıdı. Sen her zaman zirek ol davatıdı, ayalının yürüyüş turuşlarını her zaman küzdüp tur davatıdı. Mesele 101 ihtimal ortaya çıkan amallam bunu tüzeş üçün neme izle? Çare izle. Çünkü ahirki mesuliyet sende, ailenin mesuliyeti sende, balalarning mesuliyeti sende. Degandek bir xil ifade bir vatıdı mayada. Tahafuna nushuzahunna degan. Allah razı olsun. Mesela eğer de ayalın serkeşlik sadır bo'lganda elçi qanday qilish kerak? Yani bu sualni biz sizin soruşunda fa'iduhunna vahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Yani şu 3 noktadan çıkışkan asasda to'xtalib baqsak. Allah subhanahu wa ta'ala ayollardan masal chiqib itoatsizlik ko'rilib, ailening buzilish qarab mingish ahvoli ko'rilgan vaqtida buni tuzashning 3 xil bosqichliq chora-tadbirini hozirgi oyatning o'zida o'tirg'a qo'ydi. Buning birinchisi fa'izuhunna. Bunu biz tuz tercüme qilgan vaqtda nasihat deb ham masala yuz bergandan keyin qilinadigan gap so'z degan shaklda tushunamiz, ammo masala bundan büyük yani. Belki fa'izuhunna degani yani ayolning o'tirida bir change, o'zaro tushunish hosil bo'lishi kerak. Bir o'yga kirdi, bu o'yin davomlash uchun o'xshamagan ikki muhitda yashagan, o'xshamagan ikki xil tafakkurdagi, ikki xil jinsdagi odam bir yerga kelgandan keyin mutlaqo bir o'xshamasliklar chiqadi. Bir taraf yaxshi ko'rgani, bir taraf yaxshi ko'rmaydigan chiqadi. Ma'ning ma qilqini av yaxshi ko'rmaydigan chiqadi. Mush nuqtalar oldin ola bayon qilinish kerak. Fa'izuhunna deyilish kerak. Ayolga deyish kerakki, men ma ishni yaxshi ko'rmayman. Ma ishni qilmabim degan. Ayol erga deyish kerakki, mening manda talabim bor. Yoki manda bir ishlarni qilg'im bor. Ma ishlarni qilib beraman. Yoki ma ishlarni qilmang degandek o'zining yaxshi ko'radigan, yaxshi ko'rmaydigan bir taraflarına oturup koyuş gerek. Ya ki birisini düşünüldüğün bir yerge keliş gerek.
Bu aile manda aile. Biz bu ailege bir gayvi arzu, xiyal, şirin düşler bilen kirsek olmaydı. Bu aile bizning hayatımızın başlanış noktası. Bu aileden kelgüsü cemiyetten sahip olgan bizning balalar qanaqalarda yetişip çıkıyordu. Endi bizning resmi hayatımız başlandı. Bunun için ma işler kerak. Bunun için sen mani qilsa, men mani qilama, meni sening ustingga ma uçudu, mening ustimga ma uçudu degandek o'tirda bir suhbat bo'lishi kerak. Yani hayat çöndürülüş gerek, aile çöndürülüş gerek. Ayal erininki muş cihetdeki kem taraflarını, karşı tarafga bo'lgan az düşüncelerini to'liqlab mukammelleş gerek. Mana bu fa'izuhunna degan oyatning tahdigi. Hech qanday yerda, hatto shariatda, hatto xalqaro davlat qonunlarida qonun chiqarmay turib, kishilarga o qonunni qanaqamay turib, anglatmay turib, tushuntirmay turib, yo'q, jazolash yo'q. O ayal kişiga sen o'zingning nimani yaxshi ko'radiganligingni, nimani yomon ko'radiganligingni demeding. Xatolik o'tkazsa, aka bilan uni hisob qilish bu bir insofsizlik. Oldi bilan uning qilishga tegishli ishlarini, mas'uliyat majburiyatini deyishing kerak. Ailening tuzumi shaklda ondan keyin hisob qo'ysangmi, taqana qilmaysiz, kechikmaysiz. Shunga birinchi qadam fa'izuhunna. Bu aileningki o'zaro tushunish hosil qilishning birinchi qadami. Demak, ishning dastlabida suhbat qurish arayla o'tirsida suhbat qurish kerak. Tunji qadamdan undan ya qaydash masalan bizda qaydash deymiz. Tashlab ketish bak ig'ir masala bu ayol o'tirsidagi Alloh iroda qilgan, islom iroda qilgan holat intayin bir illi holat. Ayolning o'tirga deymiz o sukirmay deymiz o mana bir holatni istaydi islom bizda. O ularni tashlab ketish, qaydash bak ig'ir jazo bu hatta Qur'oni Karimda aş qiyomat kunisi jon tarozida egizpas qilgan eng ig'ir jinoyatlik odamlarga kalla innahum ar-rabbihim yawma idil la mahjubun. Eng ig'ir jinoyatlik odamlarga Alloh qiyomat kunisi necha odamga qaramaydi? 3 odamga qaramaydi. Bu qaramaslik birdan bir xatolik qilarlar buni tashlab qo'yish, u bak ikkinchi qadam, undan keyin boradigan ig'ir masala. Hatta buni o'xshagan ahvollar, masalan, shu hozir siz degandek yomonlash yo ayol kishi yomonlash sababi bilan farzandlarninki nafsiyatiga ta'sir etadigan bu ishlar kelib chiqishi aniq endi. O tabii. Çünkü ailenin birinci vazifesi farzand tarbiyalash. Kelgusi jamiyatning asosi. Bütün İslam qo'yayotgan aile ta'limotining hammasi nima desa, dal farzand masalasi. Farzandlar daxli uchun o ayol o'xshamagan bir ideya, o'xshamagan fikrlar o'yda davomli jidal, davomli nima tirkishish ahvoli bo'lib qolsa, bolaning tarbiyalanishi yaxshi bo'lmaydi. Şu bu noktadan dastlabki birinchi qadamdan tortib masala oydinlashishi kerak va o'rtaq qadam, o'rtaq nishonga qarab ikkisi ilgirilishi kerak. Ya'ni bu oilani bir yaramliq bir mahsulot ishlab chiqaradigan bir zavodga aylantirish kerak. Xuddi bir zavodning hamma sistemlari o'zaro bilan moslashgan, hamma taraflar teng joyida ishlaydigan bo'lsa, bundan chiqqan mahsulot joyi chiqadi. Bir taraf ishlar, bir taraf ishlamasa, yoki ma'lum bir qism bilan ma'lum bir qism moslashmasa, cho'qim bu zavoddan chiqqan mahsulotninki bir yerlari egizpas, sifatsiz bo'lib chiqadi. Aynı şekilde aile aştan moslashishi kerak ki ayol. Sevgi muhabbet bo'lmasa u oiladan chiqqan farzandlar mutlaqo jamiyatda bir mas'ul bo'lib chiqadigan. Ana oyatdagi bu fa'izuhunna degan nuqta to'xtalgan bo'ldik. İkinci vahjuruhunna fil madaji' deydi oyat. Bu hatta azraq anda bu yatak ayirish masalasi ekan. Mesela bunu mu nasihat türü bu ayette yani yatak ayırış meselesi mi bayatını azırak kıstırıp öttüm yani karşı tarafının benim kıydap qalğanlığım ne yoki ko'nglim og'rib qalğanlığım ne ya da bu yerda bir xatolikning yuz berganligini bildirib qo'yishning bir ifodasi bu yatak ayirish meselesi. Bu bir nokta. Yani inchki noktadan birisi var. Sizlar yatak ayırış degan shaklda ifodalar Arapça sözünün asli ifadesiga diqqat qilganimizda yani o'rin ayirish asli. Yatayotgan bir yatakdan ayirish emas, o'rin ayirish. Masalan, Arabchada ya g'urfa yoki yerlik tilda oda deb ifodalamaylik, yani madaji yatgan o'rinni qana qilish ayirish. Bu nimani ifodalaydi bu shu desa, yani ayol o'tirdiki masala yatak nasıl çıkacağız? Yani yatak öyden
sırtqı chiqmaslik. Sırtqa chiqmaslik kerak. Ya'ni masalan Yotgan o'rin ayrılsin, Ha. qarshi tarafga o'zimizning Ayol- noroziligimizni ifodalash uchun. ayoldan sarkashlik yuz bergan taqdirda masalan shu o'zininki karavotida yotmasdan pastga to'shak tashlab Ha, masalan, o'rin ayrısı bo'ladi. o'rin ayirib ketish bo'ladi. Bu faqat o'rin ayırış nima desa qarshi tarafga norozilik ifodalash shakli. Qaranglarma ifodaga, ya'ni uni qaras qurus urush yoki tillash qattiq deyish emas, qarshi tarafga o'zining noroziligini ifodalashning bir shakli. Hatto mushu shaklmi uyning sirtiga chiqib kelsin. Eshikning sirtiga chiqib kelsin. Yotoqni tashlab, salonga chiqib yotadigan ishni Hatto qilmasin. farzandlar his qilmasin demak. Ya'ni bolalar his qilmasin demak. Bayatni dedik, oiladagi birinchi muhim nokta bolalar. Mesela öyünün içtilam hal olsun. Yoki öyünün içtilam qap qalsın. Hal qildigan masalani shunga hal qilish kerak ki sirtqa chiqarmaslik kerak. Chunki bolalar buni bilsa, balalarının oldida azarlashib baqqanlar balkim his qilishi mumkin. Balalarının azaplanadigan qalbi ikkilnish bolalardagi ulardagi yuz beradigan ruhiy iztiroblik ajoyib ta'sir qildi bunga. O'qishidan tortib normal üst bitishi bek ta'sir qildi. Shunga boshqa oyatdagi o'rin ayirish ifodasi bizim bu noktaga alohida bir diqqatimizni tortadi. Ya'ni o'rin ayirmaki yotoq emas. Uy emas. O öyni tashlab qaydab chiqib ketish qo'y oyatdagi masala uni asla qabul qilolmaydi. Asla qabul qilolmaydi. Eng bildiradigan noroziligimiz shu o'rinni qanaqa qilish ayirish. Ammo öyni tashlab chiqib ketishga bo'lmaydi. Ya'ni yotoq o'yin tashlab chiqib ketish. Ya'ni balalarga bildirishga bo'lmaydi. O'tirdi yuz bergan Yani- azarlikni. Masalan, boshqa yana bir yotoqqa chiqib, ya'ni masalan, bolaning yotoqqa chiqib yotgan taqdirda, bolalar kallasiga savol tug'ilishi mumkin. Savol tug'iladi, nimda bular ayriladi? Nimda birisi-birisiga qarashmaydi, paranglashmaydi? Mush nuqtalar alohida diqqat qilish kerak nuqta. Allah razı olsun. Endi üçüncü nokta endi oyatdagi vadribuhunna. Bu oyatdagi yani cismani edeplash ayol kishini sarkashlik sodir bo'lgan vaqtida. Ya'ni vadrib daraba ma'nosi urush degan ma'noni ifodalandi. Endi bu oyatdagi vadribuhunna degan bu oyatda endi bizning ko'pchilik kishilar haqiqiy mohiyatini tushunmay shu tarjimasini ham ko'rib onundaki hikmet nima sababdan shunda buyurilganligini tushunmasdan bunu xato tushunish sababidan turmushda har xil ishlar yuz beradi deb bu vaqtda bir ozroq to'xtalsak. Endi mushu nurg'un kishilarningki xato tushunchasiga sabab bo'ladigan islomning dushmanlari islomga mushuni tutib olib hujum qilgan bir nuqta. Men bu yerdagi urush masalasini eng oxirgi uchinchi bosqichda ayollarni uruna degan bu ifodani ikki nuqtadan izohlashni to'g'ri topdim. Birisi prinsip nuqtasidan. Yana birisi urushning shakli va mohiyati maqsadi nuqtasidan. Prinsip nuqtasidan men bir misol elib tushundiray. Bir kichik boladan birisi var, yetim var, dadası yok, anası var ve başka kichik qarindoshlar var. O bir do'konda ishlaydi mesela. Yani bir aile şu balının tapqan aylık pulusiga qarashli. Agar ishlamasa, aile aç qaladi. Bu bala bir xatolik o'tkazdi. Do'konning xo'jayini chiroyliqcha "Ukam, sen xatolik o'tkazding, sen bu yerda tursang bo'lmaydi. Bo'ldi, sen boshqa yerda ishlab" deb balani chiqarayotgani yaxshimi? Yoki o'tkazgan xatolik qarta buni adablasimi, adablab ma'lum darajada. Buni tarbiyalab ibqog'ini yaxshimi? Her kişi ayolini talaq qilib o'taydi. Ayol kishi birdan biraz üzerinden ben başka demeden to'y qilaman deb qanaqa qilalaydi, chiqib ketalaydi. Ne qilalaydi bular? Ammo bu yerdagi masala xatolik yuz berdi. Bu xatolikni tuzitib, bu oilani davom qilish, oxiriga olib chiqishmi yoki din dushmanlari nima qilgandek ayollar huquqi yoki u bu degandek banolarni qilib, ikkisini ayirib o'tib bir oilaning chulishi. Bunda bir amaliy bo'lgan hikoyadan birisi var, qissadan birisi var. Buni qistirishni to'g'ri topdim. Bu amaliy bo'lgan voqealarga men bir yerda o'qigan. Bir kishi to'y qiladi. To'y qilgandan keyin ayoli 5 oy atrofida, ya'ni yangi edi yani. Bir mutlaqo bir xatolik bor. Ayol o'tkazgan bir xatolik borda. Endi er shu vaqtning o'zida
bu ayolning o'tkazgan xatoligiga qarata nima ish qila oladi? Taloq qilib ta'laydi, hatto uni jazolaydi, rasvo qila oladi. Davlat buni qo'llaydi shu vaqtda, chunki buning haqqi. Qonun buni qo'llaydi, shariat buni qo'llaydi. Ailesi qo'llaydi. Ailesi, ayolning ailesimi hatto navbat kelib qolsa, o'zining qizidan voz kechib bu tarafda turadi. Chunki ayol mutlaqo bir xatolik qanaqa qilib o'tkazadi. Bu qanaqa qilibdi? Bu kishi masalani yefibdi yani. Endi u bir oddiy ish emas. Bir kishi bo'lish, bir erlik g'ururi bilan o'ylab boqqan vaqtida o'zi to'y qilgan bir qiz va to'y qilib 5 oydan keyin tug'sa, bu bir aynan erning g'ururi, erlik nuqsini qilgan vaqtda sabr qiladigan ish emas. Ama Allah bergan sabr bilan bu kishi sabr qilib yo'gapti. Buni maxfiy tug'diribdi. Attigini balani ko'tarib masjidga chiqib, imom namozga turgan paytda buni qo'yib namoz o'qiyotganlarning orasiga kiribdi, ya'ni o'zi namoz o'qib deyapti. Kishilar namozdan beka olib, kichik bolaning yig'lagan ovozini anglab, atrofiga o'lishib, voy bola ekan deb, bu mushu boshqalarga o'xshash bir amni ko'rgan odamdek shaklda qilib, voy bo'ldi, men boqaman bolani deblam, masjiddan elib, ayolining qo'liga tutqizib, onasining qo'liga tutqizib. Ya'ni jamiyatda o'zining ayolininki, o'sha ayolninki izzat obro'yini qanaqa saqladi, balani o'zining onasini. Hamda bu voqea asli mushbati yo'gilib qoldigan voqea. Nimlab o'tirib chiqqan desa, buning bir qo'shnisi, ya'ni do'sti deymiz. Tushkurab tushdi Rasulullohni ko'rgan. Rasululloh deganki, sen qo'shnangga deb qo'y, qo'shnang jannatga mening nimam amroy. Din bizning adolatni talab qiladi. Har ishda haqqimizni elib, ishni joyida qilish. Ammo ihsonni bekroq talab qiladi. Adolat muhim. İhsan texmi muhim. Muhimi bu. Bir xatolik yuz berishi mumkin. Balang, ayoling yoki sodadagi bir hamroying sheriking taloq puluq balangga qattiq tegalaysa, yuz bergan xatolikdan ayolingni taloq qila olaysa, billa ish qilayotgan hamroyingni qanaqa o'talaysa, ajratalaysa. Bu oson. Uruplan masalani hal qilmoq oson. Ammo muhim bo'lgani isloh qilish. Oңшаш мәселесі. Bunun da intayin büyük ecir var. Eğer bu şekilde ayolga muamele kılanlarga Resulullah'ın şu adamın düşüdü bergen belliğ carek ennehu rafiqi fil cennet. Qo'shnaga deb qo'y, u mening jannatdagi nima hamroyim degan bishoratni olsa bo'ladi. Ya'ni prinsip jihatdan, ya'ni gapning asliga qaytsak, urush masalasi oilani saqlab qilish uchun qo'llanilgan bir vosita. Bu bir prinsip nuqtasidan. Hamda urushninki shakliga kelsak, bu yerdagi butun mufassirlarning hammasini tafsir qiladi. Qur'onning tarjimoni deb nom olgan Ibn Abbos radhiyallohu anhu misvak bilan urumizda o'tadi. Misvak degan nima odatda? Mushu qo'limdagi mushu qalamchilik, ya'ni biz tomoq yeydigan chukuchilik. Odatda bir qalam bilan chuk bilan birisini urib og'riq qilolmaydi. Unda bo'lsa, bir chuk bilan bir qalamchilik yoki bir misvakchilik narsadan urush nima ifodasi? Bu bir simol xarakterlik masala. Ya'ni ayol kishiga nisbatan. Masalaninki eg'irishib, qo'l ko'targidek holat yetganligini bildirib qo'yish. Endi biz shuni olayimizki, islom ayolning o'tirdagi illiqlikning shu qadar yuqorilishini umid qiladi-ki, erning shunda bir qo'lni ko'targini urish uchun bir chuqurg'ichaqlik, misvakchiqlik narsalar bilan ayol kishiga shu qadar ta'sir ko'rsatadigan bir holat saqlansin oilada. Ya'ni bir xatolik o'tkazgan vaqtda bu xatolikning darajasining yuqoriligidan ayoliga bir qo'l ko'targidek holat yetsin. Ayol kishi men qo'l ko'tardi ya bu. Ne sebepten? Bende bir ig'ir xatolik oldu. To bu kishi ayol kishiga qo'l ko'taramdi masalan. Ayolga qo'l ko'tarmaydigan bir holatda turib, menga bu qadar qo'l ko'targudek bir ish yuz berganimiz cho'qim bir masala yuz berganlik. Men qaytadan o'zimni qanaqib chiqay, tashib chiqay degan yerga akillish masalasi. Hatta bu haqda bir asardan birisi var. Asarda deyilgani Alloh bilan qasamki, qisas degan uqum bo'lmagan bo'lsa, men shu misvak bilan urutdim da. Bu asar qilgan vaqtda uning ulama qanaqa qilolmaydi hatta o'g'ilolmaydi. Ya'ni Qur'ondagi urunlar degani ayol kishiga masalaning ashta qo'l ko'targudek darajaga borganligini qanaqa qilib qo'yish, his qildirib qo'yish masalasi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hech bir hayotida ayol kishini urib boqmagan ahvol. Urib boq deb hech qanday gap yo'q. Lekin din dushmanlari bu masalani akilib ko'paytib, uyg'onib masalan.
Yani dinga hücum qiladigan bir o'rin qilib olgan aslida. Aslida rasmiy ayol kishini xorlaydigan kishilar shu. İslam bu kadar holatni kelib qo'ygan gap yani. Shu darajalikki er ayol o'tirdiki muhit holat illiqlik shu darajadaki ish yo'g'nab eng oxirida chidam muqoda degan vaqtda ayol kishiga faqat o'zining qo'l ko'targanligini bildirib qo'yish. Yani urush maqsadi yo'q asli. Yani uningga zarba berish, alam berish emas. Chunki bir cho'qi bilan bir ne tozlaydigan bir misvak bilan urush nima gap endi bu? Yani o'g'illamdi misvak bilan masalan o qanchalik og'riydi masalan? Masala qarshi tarafga masalaning o'g'idek darajaga yetdi. Sen diqqat qil degan bir ifodani bildirib qo'yish. Yani demak, diyalog qurish, ayol bilan suhbatlashish, nasihat qilish, yotoqda yotadigan yerni yotoq uyida, yotadigan yerni ayirish orqali norozilikni ifodalash va yuqoridek ishninki eng yuqori chekka bir qo'l ko'targandek darajaga yetib qolganligini bildirish mana bu tuzashninki qadam bosqichidir. Bu yerda yana eng oxirida muhim ta'kidlab qo'yilgan nuqta prinsip. Xo'sh. Ishni prinsip bo'yicha qilish adolat. Ammo islom bizni adolatdan yuqori bir narsaga buyuradi. U o'smi nima? Ihson. Innalloha ya'muru bil adli val ihson. Sana belgilengen prinsip bo'yicha qilsang adolat bilan qilgan bo'lsa, ammo uni bir qator yani paslatib, uningdan yuqori shaklda, masalan, o'tidigan o'tab, xatolarni kechiradigan kechirib, texim yaxshi qilib kelsang, bu nim bo'ladi? Ihson. Ya'ni albatta ayoli erga, ayoliga ihson qilish eng haqli kishilarni yani. Eng haqli kishilar. Chunki er bilan ayol bir-biriga nisbatan hatta bundan başka her qanday adamdan yaqin. Meyli er ayolga nisbeten, ayol erge nisbeten başqalarga eçilalmaydigan derecede birisi-birisiga qana qiladi, eçilar. Undan keyin hayotdagi eng yaxshi odamni bu. Undan keyin eng yaxshilik, eng ihson, eng go'zal muomala er ayolga, ayol erge qiladigan muomala. Xo'sh, bu yerdagi urushni rasmiy urush deb tushunmaymiz. Buni bir simbol xarakterdagi yani meseleninki yuqori darajaga yetganligini bildirib qo'yish uchun qilingan urush ifodasi yani. Shunga Ibn Abbos radhiyallohu anhuninki bu misvak bilan urush degan tafsiri bu nuqtadan kelgan yani. Urug'ga sho'b qolsa rasmiy urush degan misvak bilan bo'lmaydiganki, mushlan saladi, tastaklan saladi yoki kaltak tayoqlarni bir misvak. Bir misvak degan shu 10 sm kelayotgan emas. Bu bir odam misvak bilan silish bir chivin chaqqanchilik ish emas. Yana bir simbol xarakterlik norozilik ifodalash shakli. Ana biz mana shu muhojirat yashash jarayonida ba'zi qarindoshlarningki yuqorqi oyatni chiqish qilib turib, "Men gap yandudi, menga til uzatdi, yo meni tilladi" degan ni chiqish qilib turib, ayollarni hatto ko'zlarini ko'katib, yuzlarini ko'katgan qadar uyg'on ahvolga shohid bo'ldik. Hatto masalan men ko'zim bilan ko'rdim. İşxanaga keldi. Shunda ayollar, mana erim falancha mush darajada u da bilib qilinglar sizlar. Shaqatib akilib, nasihat qilib qilgan bo'ldi. Yani mushunda ahvollimi jamiyatimizda bor mavjud. Demak, yuqorqi oyatni o'z mohiyati bilan tushunmaganligining sababi bilan shunga o'xshagan ishlar kelib chiqadi. Ana shuning bilan birga yana bir nima so'zsam sizdan men. Masalan, Allah'ninki haqidan bo'lgan mesela köp nikahlık buluş, yani köp xotinlik buluş hakkı Kur'an-ı Kerim itiraf kılgan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri bayan kılıngan, şaraiti, imkaniyeti yar vergen erlerinki birden başka ayollarga ölünüş hakkı vardı. Bunu ayollar itiraf kılsın, kılmasın bu erlerin hakkı. Kur'an-ı Kerim'deki hüküm, hadis-i şerifdeki hüküm. Endi maşinaga o'xshagan ishlarga ayollar har qanday norozilik bildirdi endi. Namoz 5 namozni o'qib, tahajjudni o'qiydigan ayollarmi norozilik bildirdi. Endi buning o'zi nima? Biz shu sarkashlik turiga, itoatsizlik turiga kirgizish mumkinmi? Endi sizlar degan muhojiratdagi qarindoshlarimizning orasidagi ayollik, bazı azarlıklar, eziyetler, o'til qilingan vahshiyona
birisiga ig'ir aziyat yetkazishlarga nisbatan la havla va la quvvata illa billah deyishimiz to'g'ri keladi. Ya'ni muhojiratdagi ayollik havası normaldan eşip keteglik. Yani onu normal bir ayollik havası degilolmaydı. Biz yukarıda tushundirgan İslam bizni talep qilgan ayollik muhiti unda olmaydı. O kapakni ko'kaytish, yuz ko'zni ko'kaytish erlar tarafdan yoki ayollar tarafından ig'ir darajadagi itoatsizlik bu asla ve asla bir ailenin karakteriga uygun kelmaydi qarşılar. Bir Müslüman ailenin karakteriga unda ailede ne illiq muhit ne salih farzand natija chiqmaydi nisbatan. Unda qardoshlarımızga deydiganimiz o'zini qaytadan tashvib qilish kerak. Ailesini qaytadan tashvib qilish kerak. Aile meselesi Kur'an-ı Kerim'de tekrar tilganliq. Kur'an'da namaz o'qiganda hatta namazning rakat soni haqida ma'lumot yo'q. Ro'zada ro'zaning tafsiloti to'g'risida gap yo'q. Ammo oilaning tafsilotigacha, bujurligicha erlarga ayollarni tavsiya qilish, ayollarni erdan qo'rqishga tavsiya qilish, bolalarni tavsiya qilish, bujurlik bu nima desa, ijtimoiy jamiyatning kelgusisi, ya'ni bizning kelgusimiz. Yani bugünkü saat, tarixdan boshlab 20 yildan keyingi jamiyatning qanday bo'lishi, 20 yildan keyingi jamiyatning qanday bo'lishi bugun bizning oiladagi muomalaning muhitining qanday bo'lishiga bog'liq. Yani sen qanday bir oila muhiti shakllantirsang, kelgusidagi jamiyat boshqa bo'ladi. Kelgusi jamiyatning qaqshigan har bir qaqshash, yuz bergan har bir salbiyat sening bugungi oilangda qilgan har bir nachar yoki yo'ldan sirt muomalang tufaylidan bo'ladi. Kıyamet günü sen oylamagan cinayetler aldığın kilodu, tağdek cinayet aldığın kilodu. Ben kaçan işlegen bu oğaytım deyip kalırsa, sen özden bilmeyen işlegen olursa. Kıyamet günü tağdek ecirle, katı nimetle aldığın kilodu. Ben kaçan kıgan bu oğaytım bu işin deyse, ailemdeki güzel muamele ve addi bir yaşlılık olan açtan nimet gelişim. Şu an kayındaşlarımızga deydiğen artık. Gepimiz yok ama tekilmek çoğunumuz, ailemiz ailedeki olsun. To'g'ri, tushunishlik. Navbatda muhojiratda hamma bilan bir xil titirgan holatda vatandan bo'lgan aloqamizning uzilishi, urug' tuqqanlarimizdan bo'lgan aloqaning uzilishi, kelgusimizning qorong'u bo'lishi, bizni iqtisodiy manbaning kesilishi, iqtisodiy jihatdagi ahvolining nacharlashishi, oilaning mas'uliyati bo'lish bilan erlarni bir jihatdan sal jiddiylashtirsa, yana bir hamrohi bo'lish bilan ayollarni jiddiylashtirib o'ziga loyiq shaklda. Ermu bu jihatda jiddiylashiglik, ayolmu jiddiylashiglik. Erning o'y xiyolimi shu, oilamni qanday qilib davomlashtirma, qanday qilib qirg'oqqa yetkazma, kelgusini qanday qilib o'rinlashtirma. Ayolning xiyolimi shu. Bu nuqtadan ikkala taraf bir-biriga harda ko'p qiliqliq. Shunga biz bugungi kunda muhojiratda boshqa har qanday vaqt qolgan vaqtda o'zaro bir-birimizga tushunishga, biz bu hayotni masalani hal qilishning 3 xil qadam bosqichining birinchisini o'zaro tushunish, suhbat ve nasihat birisiga nisbatan yaxshi tavsiya etdik. Mushu bosqichni oilada o'zaro tatbiq qilishimiz kerak. Erlar ayollarni tushunish kerak, ayollar erlarni tushunish kerak. Bu bir masala. Undan keyin sizlar tilg'agan ko'p ayollik masalasida. Ayol kishining hayotda yaratilgan ma'lum bir vazifasi bo'ladi. Shuningga yarasha yaratilgan ruhiy va jismoniy jihatda nurg'un alohidligi, nurg'un bir hozirliklar bo'ladi. Erning mushu erda bor nurg'un afzallik ayolda yo'q, ayolda bor nurg'un afzallik erda yo'q. Bir yaratilish psixologiya va fiziologiya jihatdan boshqasi o'xshamaydi. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratgan zot bo'lish sifati bilan, bizning yaratquchimiz bo'lish sifatimiz bilan erning qanchalik, ayolning qanchalik vazifaga ega ve imkoniyatga ega, qanchalik ularning ma'naviy, moddiy ehtiyoji bor. Buning hammani bilgan bo'lg'achqa bizga shariat hukmlarida nima to'g'ri, nima xato, nima qilsang bo'ldi, nima qilmasang bo'ladi. Buni hammani yo'l qo'ygan. Buni bir mu'min bo'lish sifatimizdan qabul qilishimiz kerak. Ammo buning oldida biz alayh ta'kidlaydigan bir nuqta, ayol kishining bir ehtiyojli bir tarafi bo'ladi. Mayli ma'naviy jihatdan yoki moddiy jihatdan. Biz so'zlab qilayotgan bu suhbat dal ayol o'tirdagi masalalarni hal qilish, o'zaro tushunish hosil qilish, illiq oila hosil qilish. Agar ayollarning ma'naviy, moddiy jihatga ehtiyoji qandalsa, ailedan illiqlik his qilsa, eridan rozilik his qilsa, ya'ni mundaqcha bir qizga xulosaga vaqtda eriga ishonsa,
erining oladigan har qanday qaroriga rozi bo'ladi. Erining har qanday oladigan qaroriga rozi bo'ladi. Ammo er kishi ayolining haqqini to'liq ado qilmay turib, masalan, ayolini to'liq rozi qilmay turib, am boshqa yo'lni tanlasa, masalan, u xuddi ayol kishiga nisbatan o'zidan rozi bo'lmay, boshqa tarafdan o'zining roziligini izlayotgandek tuyg'uga kelib qolgan hamallam bu yerda masala shu yerda yuz beradi. Ammo bir narsani nazardan saqit qilish qolmaydi. İnsan bo'lish sifati bilan erdimi kundashlik bo'ladi, ayolda nima bo'ladi? Kundashlik bo'ladi. Ammo kundashlikni bosqudek elliqlikni ba'sa, garchi bir tarafdan kundashlikligi uni Allohning masalan yo'l qo'ygan ko'p xotinlik desak, masalan ko'p ayollik desak, bu tarafiga qarshi chiqishga undigan taqdirdimi? Eridan ko'rgan yaxshilik, eridan ko'rgan odillik, eridan ko'rgan illiqlikning yoki erininki har qanday bir ishni qaro qilsa, masalan, yana bir oilani ko'paytirishni qaro qilgan taqdirdami, chuqum oqilona qaror qila oladiganligiga, mushu oilani zoya qilmaydiganligiga va yana bir oilani zoya qilmaydiganligiga, nima ish qilsa ikki oilaninki yoki shu ayol yoki bolalariningki yaxshiligini ko'zlab qildiganligiga ishonsa, o'zining ruhiy jihatdagi, psixik jihatdagi kundashligini qayrab qolib turib, fikriga hurmat qiladi. Yani bunun birinci qadami, yani ayollar bilan qana qilish, faizuhunna degandek, ayollar bilan suhbat o'tkazish, erning ayolni tushunishi, ayolning erini tushunishi va ayolga qarata o'zining majburiyatini to'liq ado qilishi, haq huquqlarini kafolatga qilish, buningdagi asosiy birinchi o'rindagi ishlar. Masalan, Rasulullohning davriga, sahobalarning davriga qarasak, biz bek cho'ng maslis qilmaymiz bu ko'p oilaviy masalada. Bunun din düşmanları köpeytip bir yanına yoğunutup, mesela bunu İslam'ın bir nihayeti bir ayollarının hukuku dehlet güzlüğündeki bir iş süpütü kösetken bilen, ama tarihta biz ayollardan pek şikayetine kanakamayımız, kömeyimiz. Ta Osmanlı örülgengi kadar İslam dünyasında, zamanın üstten biri, üstten iki teröristiki İslam dünyasında bu yol koyulgan bir tüzüm. Tarihta nurgun işle hatırlanıklık. Resulullah'ın uxluğa yerlerden tatip kiçikken işler hatta. Hacetini ada kılıp bir yere bağandın tatip addi işlerce hatırlanıklık. Ama İslam dünyasında hazır kadar ayollarının bu hakta üzgü zulüm bolup ketdi qanaqagını, kenkilemlik şekilde şikayet qilgani yoki bu meseleninki ayollarga bir zulüm yoki boshqa bir şekilde o'tirib chiqqandek bir xil ahvol xotirlanmaklik. Ama juz'iy ahvollar ayrim masala. Mesela bir adamning ayoliga zulüm qilib qilishi yoki amtaxonning anda sanda zulüm qilib qilishi normalda ko'p oilalik bo'lmagan taqdirda yuz beradigan ishlar, boshqa ahvol yuz beradigan ishlar. Ammo kenkilemlik jamiyatlashgan millat xarakterlik nuqtadan İslam tarixidan 1500 yilning yoki 1400 yilning yoki ayollardan bu köp xotinlik tüpeyli, köp ayollik, köp ailelik tüpeyli'nin üzgü zulüm qilganini şikayet qilgan çoğun kenkilen bir xotira, hazır kadar şikayet kelmegilik. Bu şikayet qanday vaqt keldi desa, dal mas'uliyet meselesini aniq tunuyamagan. Ailesiga nisbatan o'zining ado qilishga tegishli rolini ado qilolmagan, ailega bir ishonchi bilanmagan vaqtda o'rtaga chiqilgan masala. Çünkü bu meseleni nuqul ayollarning ustidan atishning o'zi to'g'ri emas. Bu jihatda erlar o'zining mas'uliyetini tashabbuskorligini ado qilish kerak. Ayollar shundala eriga ishonsa, erining oladigan har qanday qaroriga mencha norozi bo'lmaydi. Oldi bilan bu Allohning yo'l qo'ygan. Ma bir nuqtani alohida ta'kidlash kerak. Bu bir ta'kidlangan ya bir qilsa savob bo'ladigan ish emas. Faqat yo'l qo'ygan ish. Hatta Kur'an'da eğer erler vazifesini joyida ado qilmasa, ibaratda eğer qo'qsanglar degan bir ibarat var. Yani özümüzün bir mas'uliyatchan odam deb turib olsak bo'ldi vaqtda, bir mas'uliyatchan odam bo'lish sifatimiz bilan mas'uliyatimizni ado qilmasdan qo'qsak, Qur'onning ifodasi bo'yicha birisi yaxshi. Qur'ondagi aniq ifoda bu. Yani mesele nega ko'p taqildi desa, erning mas'uliyatchanlik yoki mas'uliyatchanlik emaslik bilan xiftum alla ta'dilu fa wahida. Bu Qur'onning aniq ifodasi. Shunga mesele erda bunun oldigi yolunu hazırlaydıqını mı yoki yolunu taqaydıqını mı er. Eğer tekrar desek, ailenin mesuliyetini joyida ustiga ola olsa, ayoliga ishonch beralsa, ayoli shu ikkinchi aileninki, ikkinchi uyning qurilishidan o'ziga nisbatan xavf his qilmay, o'zining haq huquqiga nisbatan amin olsa,
bu iş tusalgıga uçurulgan iş emas. Xuddi tarixdan buyon tusalgıga qanday qilmaganda uçurulmaganda. Allah razı olsun. Dersimizni, bugünkü dersimizni, sohbetimizni inşallah ahırlaştırırız. Allah razı olsun. Hürmetli kırındaşlar, hukuk ve mesuliyetçilik programımızdaki 5. bölüm olan erlerinin ayarları üstündeki hakları doğrusundaki sohbetimizle inşallah ahırlaştırırız. Ulu Allah subhanahu wa ta'ala hammalarga dünya ve ahiret yaxshilik ato qilsin. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.